أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل Biz o'tganda xiyar shart va xiyar ru'yani bayon qilgan. Bu faslda xiyarul ayb ahkamlari ustida to'xtalamiz. Xiyarul ayb biz xiyarni ta'riflagan. Ya'ni sodini qilish qilmaslik ixtiyorligi. Qala mutlaqul bay'i yaqtadi salamatal mabi'. Ya'ni shartlardan, xiyardan xoli mutlaq bir soda ash tovarning sog'lom bo'lishini taqozo qiladi. Sodadan maqsad sog'lom bir tovarni elish bo'lgan ekan, hech qanday ixtiyorli bir narsa shart qilmagan ahvolda yoki sotuvchi bu tovarning chatqi chiqsa men egamas degandek shart qilmagan ahvolda bu tovar sog'lom saq bo'lishi lozim. Ana fiqh kitoblarda keyingi zamonlarda ba'zi bir ahkamlarni bayon qilib meni berib, yana bir tarafdagi hukmlarni bayon qilmay ketadigan ahvol bor. Bu yerda ta'kidlab o'tish kerak o'g'ini, sotuvchi tovarning aybini yo'shirsa bo'lmaydi. Yo'shirish harom. Bahosiga ta'sir ko'rsatgan ayb bo'lib qolsa, buni bayon qilishi vojib. İmam Müslim sahihda rivayet qilgan bir hadisda anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama yani yamghur tushib ketib nim bo'lib qopti demakchi asabathu as-sama ya Rasululloh qala ala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghashsha falaysa minni kimki bunda saxtalik qildi ekan, gollaydi ekan, mendan emas. Ba'zi bir rivoyatlarda man g'ashshana falaysa minna. Yani sog'lom muomala qiladigan musulmonlar jumlasidan bo'lmaydi degan. Yani bu saxtalik qilish, bu so'zsiz emas, butun sohaga umum. Hadisning lafzi man g'ashshana, yani man degan shu lafz min alfazil umum. Umumlikni bildiradigan siyg'ilning birisi. Kimki bizni gollar ekan, saxtalik qildi ekan, imtihonda saxtalik qilish, diplomda saxtalik qilish va tijoratda saxtalik qilish, guvohnamada saxtalik qilish, doğru bir narsada saxtalik qilish deymiz, har turli saxtaliklar shuning ichiga kirib ketadi. Yuqorqi hadis shu xiyarul aybni isbotlashdagi asosiy dalillarning birisi. Bunun boshqa nurg'un hadislar bor. Masalan, al-muslimu akhul muslim la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an wa fihi aybun illa bayyanahu lahu. İmam Ahmad ve İbn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan hasan darajadagi hadis. Yani İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan bir hadisda qala wa yuzkaru an al-Adda ibn Khalid radiyallahu anhu qala كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلمة لا داء ولا خبثة ولا غائلة. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bunda hüccet kılıp bergen deydi. Adda ibn Khalid radıyallahu anh. Bu qılını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Adda ibn Khalid'a satqandır. Bu musulmon bilan qiladigan sodisidir. Yo'shirgan kasalligi yo'qdir, axloqi nachar emasdir, buzg'unchiligi yo'qdir. Ya'ni buzg'unchilik yo'q deganimiz, bunda qochqinlik, o'g'irlik, zinoxo'rlik degandek bunda buzg'unchilik yo'q demakchi. Yana Alloh taoloninki illa an takuna tijaratan an taradin minkum degan oyatimi shu xiyarul aybga dalil bo'la oladi. Nima uchun degan chaqda ayb bir tovar berilib qolsa, normal sodada bu raziliksiz qilgan tijorat bo'ldi. Aslida sotib oluvchi sog'lom, saq tovarga rozi bo'lib pul bergan. Yana musarra hadisimi dalil bo'la oladi. Yoki musarra hadisiga qiyos qilsak bo'ldi. Chiqmaydigan bir sog'liqni 2-3 kun sutdan sig'may, suti jiq chiqadiganda ko'stib sotib etgan bo'lsa, keyin qarasa bu sutunda jiq chiqmaydigan bo'lsa, uni 3 kun ichida qaytarib beradigan ahvol bor shariatda. Shundan qiyos qilsak bo'ldi. Bunga munosabatli bir masala, yani biz shu tovarningki aybini yo'shirish harom, gunoh eshitdik. Navoda sotib oluvchi tovarni olgandan keyin aybini bilgandan keyin mayli bo'pti,
so'd hisob bo'lsin deb rozi bo'lgan taqdirda bu gunoh tushib ketamdi. Muhaqqiq ulamo imom Shavkani Ad-Durarul Bahiyya degan kitobida rozi bo'lgan taqdirda bu sotquchining gunohi tushib ketmaydi, gunoh bo'laverdi, lekin so'da to'g'ri bo'laverdi deb muayyanlashtirgan. Jumhur ulamolar mushunda aybini yoshirib qilgan so'da kuchga ega so'da bo'laverdi, sotquchi gunohga oladi deb muayyanlashtirgan. Chunki shu hadisi tasriya al-musarrah hadisida bu so'dini kuchga ega qilganligi ma'lum. Yani bu aybni bildirib qo'yish ishi sotquchiga vojib bo'lgan ish bo'lmasdan, balki o'sha aybni bildirgan boshqa har bir musulmonga tutishadigan bir majburiyat. Nima uchun degan chaqda ad-dinun nasiha lillah va li rasulihi va li a'immatil muslimina va 'ammatihim degan bo'g'achqa. An-nasiha li kulli muslim taqazzas bo'yicha har bir musulmonga samimiy kuyinib buni maslahat berish lozim. Bundan keyin sotquchi tovarning aybini bayon qilmagan holda boshqa biladiganlar uni bayon qilib qo'yishi lozim. Bularmi sotquchi o'sha aybni bilmagan ahvolda o'zining tovarda bu aybni bilmaydi ekan. Masalan bir mashinani sotmoqchi bo'lgan kishi bu mashinadagi aybni bilmaydi ekan, mashinam saqlab o'ylaydi ekan, lekin ag'inisi yoki bir remontchi, mashinaning ishidan xabari bor kishi bu mashinadagi aybni bildigan bo'lsa, o'sha kishi o'sha mashinaning sodisi bo'lgan chaqda setvoqchiga va sotquchiga bu mashinada menda ayb bor deb bayon qilib qo'yishi texmo ta'kidlik vojib bo'lib ketadi. Yani umuman qilib aytsak, ulamolar o'tirda tovarda bahoni kamaytirilgan bir ayb chiqib qolgan ahvolda yana bir ixtiyorlik bo'ladi degan masalada asosan ittifoq. Undan keyin bu xiyarul ayb deganimiz nimadan iborat? Osh tovarning sodisini qilgan chog'da bilmagan bir aybni keyin sodi bitgandan keyin ko'rgan bo'lsa, setvoqchininki u sodini qilish qilmaslik ixtiyorlik bo'ldi degandan iborat. Yani o fiqqa ilgiriki şu sağlam metodu bilan bayon qilinadigan bo'lsa, cho'qim mushunda mashni qilish harom, buning hukmi mundaq deb bayon qilib qo'yish lozim. Al-hukm at-taklifini bu yerdagi boshqa hukmlar bilan birga bayon qilish lozim. Ma kitobda u bayon qilmagan bo'lg'achqa biz bayon qilib qo'ygan bo'ldik. Mutlaqul bay'i yaqtadi salamatal mabi'. Soda har qanday xiyar va shartlardan xoli bo'lgan ahvolda tovar sog'lom bo'lishini taqozo qiladi. Li'annal asla huwa salama. Chunki mutlaq bir sodada, xiyardan xoli bir sodada asli qoida ash tovarning sog'lom bo'lishi. Va hiya wasfun matlubun marghubun adatan. Ash tovarning sog'lom bo'lishi odatda hamma kishi xohlaydigan, istaydigan sifatdir. Wal matlubu 'urfan kal mashruti nassan. Yani urf odatda aslında talep qilingan, hammadan xohlaydigan bir narsa bo'lsa, bu aniq ig'zoki yoki yozma shaklda aniq ifodalab shart qilgan bilan o'xshash, aniq shartlashgan bilan o'xshash. Yani al-ma'rufu 'urfan kal mashruti shartan degan qoida bor. Yani xiyarul ayb kelsak, bu alayda shart qilmasa isbotlanib ketadigan bir huquqdan iborat. Yani bunu isbotlanishi bir tarafdan dalalatan, urf jihatdan mushunda bir urf bo'lg'achqa buni ig'zoki deb jumsakmi, mushunda bir haq qo'limizda bo'lganligi aniq. Yani bir tarafdan shu biz bayon qilgan hadislarmi bu shar'iy tarafdan berilgan haq ekanligini ko'rsatadi. Undan keyin bu urfan va shar'an isbotlangan haq deymiz. Ammo xiyar shart bo'lsa, ikki tarafning birisi har ikkisi o'zi aniq ifodalab qiladigan shart. Xiyar ru'ya bo'lsa shariat belgilayotgan haq. Buning o'rtasidagi farq shu. Qala va kullu ma awjaba nuqsana ath-thamani fi 'adati at-tujjari fa huwa aybun. Hamda ayb degan nimadan iborat esa, aybning ta'rifi tijoratchining odatida bahoning kemiyishini keltirib chiqargan har qanday narsa ayb bo'ladi. Li'anna ad-darara bi nuqsan al-maliyya. Chunki bu yerdagi ziyon shu mali qimmatininki kemiyib ketishidan kelib chiqadi. Va hum ya'rifuna zalik. Tijoratchilar odatda qanday sifatlar kam bo'lib qolsa, tovarning qimmati kemiyib ketganligini obdan biladi. Va hada, ya'ni va hada degani shu biz yuqorida to'xtatgan, bekitgan o'lcham
ad-dabit deymiz. Dabit degan har bir bobda ma'lum bir masalalarda turg'izilgan qoidani dabit deymiz. Yani umumiylik har qanday bobda ishlaydigan qoida bo'lsa, buni qoida deymiz. Bu qoidalarning qoida sughra, qoida kubralari bor. Ve hâzâ yani muş ölçem, bu ölçem ve kullu ma awjaba nuqsana thamani fi aadati tüccar fe aybun diyen muş bir kaide, muş ölçem yugni an zikril uyubi ve ta'dadiha. Barlık tavarlarda körüldüğün türlük eyiplerini bir tilge elep bayan kılıştın bizne kutuldurup koydu. Muş qilib salimiz, bahağı ta'sir ko'rsatgan ayib bo'lsa, bu ayib bo'ldi. Bahağı ta'sir ko'rsatmagan kamlik bo'lib qolsa, bu ayib bo'lmadi. Ve iza alima al-mushtari bil aybi 'inda ash-shira, hamda setvaguchi tovarni setvagan chaqda ayibni ko'rgan bo'lsa, yoki 'inda al-qabd, yoki tovarni qo'liga topshirib olgan chaqda ko'rgan bo'lsa, va sakata va bunga e'tiroz bildirmay boshqacha gap qilmasa, faqat radiya bihi. Ayibga razı bo'lgan bo'ladi. Undan bu hozir xiyarul aybning isbotlanishi uchun tepilishi lozim bo'lgan shartlarning biri ustida to'xtalmoqchi. Ya'ni shu ayib sodini tugagandan keyin ondan bilgan, ko'rgan ayib bo'lishi lozim. Sodi tutishdan burun va tutayotgan chaqda xabar topgan bo'lsa, bu xiyarul ayb isbotlanmaydi. Undan keyin bu bir shart desak, xiyarul aybning isbotlanishi uchun bir nechta shart bo'lish kerak. Birinchisi, qimmatiga ta'sir ko'rsatadigan bir ayib ko'rilishi lozim. Ta'sir ko'rsatmaydigan bir ahvol ko'rilsa, bu ayib hisoblanmaydi. Xiyarul ayb isbotlanmaydi. Ikkinchisi, hozir men kitobda bayon qilganimiz, to'xtamni qilgan chaqda, elib sotgan ahvolda bay qilishgan chaqda bo'lsin yoki tovarni qo'liga topshirib olgan chaqda bo'lsin, mush ikki ahvolda ash tovardagi ayibni bilmagan bo'lish shart. Agar bilgan bo'lsa, xiyarul ayb qo'ldan ketdi. Uchinchisi, sotquchi bu tavrim saq ayib chiqib qolsa, men egamas, obdan ko'rib olgan, yandumayma degan bir shartni qilgan bo'lsa, bu chaqda xiyarul ayb degan narsa bo'lmaydi. To'rtinchisi, shu sodini qilib, qo'liga topshirib olgandan keyin bayqigan shu ayb burundan tortib sotquchining qo'lida ba ayb bo'lish lozim va davomlashgan bo'lish lozim. Ama yanında payda olib qolgan, qo'liga topshirib olgandan keyin yanında payda olib qolgan bo'lsa, xiyarul ayb isbotlanmaydi. Shundaqla sotquchining qo'lida ayb bağlab, keyin setvoqchining qo'liga o'tgandan keyin bu ayb yo'qolib ketgan bo'lsa, yanala xiyarul ayb isbotlanmaydi. Masalan, bir qulni setvoqgan bo'lsa, bu qulninki burun ig'ir kesilib ekan, doktorxona tekshirtgan va shu kesil isbotlangan va buning saqaymagan ahvol bor ekan. Keyin setvoqchi bu qulni olgandan keyin burun ashunda kesel ekanligi ma'lum bo'lgan bo'lsa, lekin tekshirsa, hozir u kesel chiqmasa, saqib ketgan bo'lsa, bu burunqi kasallikni ayb deb hisoblab qaytarilmaydi. Xiyarul ayb isbotlanmaydi. قال وإذا اطلع المشتري على عيب إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده. Yani setvaguchi tovarni qo'liga topshirib elib, tovarni ko'rgandan keyin, obdan tekshirgandan keyin bir aybni ko'rib qolsa, xolisa tovarni pishgan bahoga eliverdi, pul tutib qolmay, xolisa pulini qaytarib tovarni yondirdi. لأنه لم يرضى به. Çünkü bu unda ayblik tovarga rozi bo'lib pul bermagan. وليس له أخذه وأخذ النقصان إلا برضا البائع. Uning aşı ayb tovarni mo eliveray, lekin ma aybga qarshilik pul bersin deb talab qilish haqqi yo'q. Faqatla sotquchi rozi bo'lgan ahvolda talab qila oladi. Masalan, bir telefonni sotib olgan bo'lsa, bu telefonni saqlab oldi. Qutining ichida ag'andagi uyga kelib qarasa, ekran sunuq chiqqan bo'lsa, 5000 ko'y olgan bo'lsa, bu ahvolda ya 5000 ko'yni qaytirib olib, telefonni qaytiribdi yoki telefonni 5000 ko'yga ilaverdi. Agar do'konchi rozi bo'lib qolsa, u ekranning sunuq ketganligiga yoki chek ketganiga 500 ko'y qaytirib bermaydi. Lekin yo'q, telefonni mo ilaverma, lekin ma ekranning chek ketganiga sunuqligiga 500 ko'y qaytirib bersa deb majburlash haqqi yo'q demakchi. Mishada illa biradal bai'a degani setvoqchi shu ayb qarta pul qaytirib berishni do'konchining rozi bo'lmasa, do'konchini majburlamaydi degan gap.
Bu Hanefi ve Şafii ulamalarininki qarashlari. Do'konchining rozi bo'lmasa, qarta pul qaytirib olinmaydi degan qarash. Hanbali mazhabdagi ulamolar majbur shu aybning qarshiligini do'konchidan to'ltidi deb qaraydi. Hanefi mazhab va Şafii mazhabda aybning qarshiligida pul qaytirsa deb ilzam qilish mumkin emas. Rozi bo'lmaydi. Hanbali mazhabda ilzam qilish mumkin. لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن بالعقد. Biz yuqordimi buni bir qatim bayon qilib o'tgan. Bir qulni navoy deb so'zlashib navoy chiqmay qolsa degan masalada deb o'tgan. Ya'ni shu tovardagi sifatlarga bahodan bir qismini udullab bekitilmaydi. Wa kadhalika law kana al-mabi'u makilan aw mawzuna. Shundaqla ash tovar kamchallar yoki jinglab sotiladigan tovar bo'lib qolsa, fawajada bi ba'dihi ayban, uning ba'zida ayb ko'rib qolsa, laysa lahu an yumsika al-jayyida wa yurda al-ma'iba. Saq qismini elib, aybli qismini qaytaribman deb qolsa bo'lmaydi. Nima uchun? Bu savdoni qachilib o'tish kelib bordi. Tafriq safqa yuaddi ila al-idrar bil bay' degamiz. Undan keyin qanday qiladi? Agar ziyon tortmayman, o'rnini saqlab turay deb qolsa, mayli, rozi bo'lar. Lekin yo'q deb turasa, cho'qim ma aytishini aqlab o'rniga saqlab bersa demaysiz. والأصل في هذا أن المشتري لا يملك تفريق الصفقة على البائع قبل التمام. بهذه أساس قاعدة مش مسألة خريدة satquchininki sodisini parchalatmaydi. Qachon? Qabla tamam. Sodi tutib bo'lgan qadar. Sodi tutib bo'lguncha u sodini parchalab bir qismini hisob, bir qismini hisoblamas deyilmaydi. Qachon tamam bo'ldi? Bu xiyoratning hammasi qo'ldan ketsa, bikavsa ondan tamam bo'ldi. Xiyar bo'lgandigilar bu tamam bo'lmay, bunda turgan holatda. Bu tovarni qo'lga topshirib olsin, amson o'sha xiyorat bika bo'lmaguncha bu tamam bo'lmaydi. Yani bu tamam bo'lmagan taqdirda u sodini parchalab o'tolmaydi dedi. Lima bayyana. Chunki biz yuqorida buni bayon qilgan. Chunki bu do'konchiga ziyonliq, sotuvchiga ziyonliq. Shunama va yamliku ba'dahu. Sodi tamam bo'lgandan keyin uni parchalab o'toladi. Yani sodini parchalab o'toladi. Nima uchun desa, bu yerda sodi tamam bo'lib qoldi. Hozir aytlikni qaytarib berib, uning o'rniga tovar elish yoki pul qaytarilish bo'lsa, bu yangi bir sodadek bo'ldi. Wa khiyaru ash-shart wa ru'yati wa 'adam al-qabd yamna'u tamam as-safqa. Xiyar shart olsun, xiyar ru'ya olsun yoki tovarni da qo'liga topshirib olmagan bo'lsin, bu ahvollar ash-sodining to'liq tamom bo'lishini to'sab qo'yadigan ahvollar. Ya'ni mush ishlar butunlay bekor bo'lmoqcha, tutib bo'lmoqcha sodini parchalatmaydi. Masalan, xiyar shart desak, xiyar shart bo'lgan ahvolda, ya'ni men 3 kun seyamdir birma deganimiz xiyar shart bo'lgan, shunda ahvolda bu sodda 100 tutmagan holat. Shu chaqda shu sotgan tovarning bir qismi aytib chiqib qolsa, ashundan qaytirib berib, uning o'rniga pulni qaytirib olsa bo'lamdi. Bo'lmaydi. Nima uchun esa bu sod tutib bo'lguncha sodni parchalatishdan iborat. Endi xiyar ru'ya dedi. Xiyar ru'yada ko'magan narsani sotib oldik. Sotganga xiyar ru'ya isbotlandimi? Ash ko'rib tanlagan qadar bu ashunda g'ayri tamom holatda turdi soda. Tutmagan holatda turdi. Endi ash ko'may turib yana. Kömey algan narsini kömey turib, xiyar ru'yada qo'limizda bor turib, safqa tamom bo'lmagan holat turib, bir qismini ko'rdik biz. Hammani ko'rmadik. Bir qismini ko'rib chataqgan deb, maqab qoladi deblam, qolganda hisob deyishga bo'lmaydi. Mushimo tafriq safqa qabla tamamul qabd degan bo'ldi. Ma'ana va adamul qabd dedi. Yani qo'liga to'liq topshirib olmagan holatda bir qismini yildiritib, bir qismini olaman desa bo'lmaydi.
Ve bil qabdi tatimmu safqa. Qo'lga to'liq topshirib olgandan keyin bu savdo tamom bo'lgan bo'ladi. Ve bil qabdi tatimmu safqa wal muradu qabdul jami'. Bu yerda qo'lga topshirib olgan narsa savdo tamom bo'lmagandek. Tovarni topshirib olgandan keyin savdo tamom bo'lgandek. Xiyarning bo'lishi, ya'ni umi savdo tamom bo'lmagan narsa. Xiyarni tugab tovarni qo'lga to'liq topshirib olgandan keyin bu savdo tamom bo'lgan bo'ldi deydi. Lekin hamma topshirib olsa, bir qismini topshirib olib, bir qismini topshirib olmagan bo'lsa, topshirib olganning ichidan aytgani ma'ni yandirma, qolganini hisob qilsa bo'lmaydi deydi. Hatta law qabada ahaduhuma thumma wajada bi ahadihima ayban imma an yaruddahuma aw yumsikahuma. Mujna bo'lg'achqa, hatta degancha, mujna bo'lg'achqa shunga manda ahvolda hukm manda bo'ldi. Law qabada ahaduhuma, masalan bu ikki narsani sotib ekan. İki telefon satib oldi. Summa wajada bi ahadihima ayban. İki telefon satib olgandan keyin bir telefon chadaq chiqdi, chiqib qoldi. Yani bu qo'lga topshirib olgan bo'lsin, yoki topshirib olmagan chadaq chiqqan bo'lsin, ikkining biridan. İmma an yaruddahuma aw yumsikahuma. Ya ikkilisini qaytarib turdi, ya ikkilisini oldi. Ma birini olaman, biri qapqasinsa qarshi taraf rozi bo'lgan taqdirda unda oldi. Bu razı olganligini balki biz yeni bir so'z deyishimiz mumkin. Başta ikkiga deyishgan bir chataq chiqqan ekan, birisidan chataq chiqqan ekan, ikkiga deyishgan so'da bekor bo'ldi. Hozir birisining so'zisi bo'ldi, yenidan deyishimiz mumkin. Yoki qarashlar razı bo'lgan ekan, birisi qolib qolganiga tushgan bo'ldi. Lekin ikkini tutishgan. Ikkini tutishgandan keyin birisining chataq chiqdi. Bu kishi ma birisini qaytirib berma, shu birisini olma deb ilzam qilinmaydi do'konchiga. Chunki bu tafriq safqa va huwa idrarun bil bay'. Endi ba'zi narsalar do'konchi rozi bo'ldi. Ya bu chataqkan menda qolib qolsin, masaqni asla. Tamam, bunun chataq. Lekin ba'zi narsalar bu ikkini bilmasani sotolmaydigan. Tijorat qilganlardan bo'ldi. Bu ikkini birga sotmasa qo'ldan chiqmaydigan narsa bo'lgan ekan. Ya ishkini olasiz, ya ishkiniz qolib qolsin deb turoldi do'konchi. Undan keyin biz ilzam qilolmaymiz majburan. Do'konchini bir talni olma, bir tal chataq olgan sildi qoldi deb buni ilzam qilolmaydi. Lekin ba'zi bir ahvollarda qaytirish mumkin bo'lmaydigan ahvol bor. Biz yuqorida buni misollarini bergan. Masalan, tovarning hammini qaytirish mumkin bo'lmaydigan. Hamma bir aqlam qaytiraysiz, qaytirib bo'lmaydi. Biz hammani qaytirdi, hammani oldi degan-ku. Endi hammani qaytira olmaydigan ba'zi bir ahvollar bor. Masalan, hammasi qo'ldan ketib qoldi, hammani ishlatib qoldi. Chataq bo'lgan bo'lsa ishlatib yoki bu kemayib qoldi, bir qismini ishlatib, bir qismini ishlatmadi. Mesela raqam bo'lsak buning masalan 1,5 metrda bir shimkasdan chiqdi degan bo'lsak 1 metr o'rnini kesib shimni tikib bo'ldi. 2 metr kasilib qoldimi? 2 metr kasilibni qaytirib bermay desak bo'lmaydi. Qaytirish shu yerda yo'qolib ketgan gap. Yoki avib qoldi dedi. Masalan, avib qoldi, ya'ni bir sog'liqni olsak bo'g'azkin 2 bo'ldi, qo'zilab. Shuni qaytarilmaydi dedi. Bu ahvolda sodini qilgan chog'da saqlab olgan narsa keyin qarasa, masalan, raqning 1 metrni kesib, 2 metr qoldimi? Qarasak, raqda shunda bir chataq chiqdi. Chiqqandan keyin buni asli bu 3 metr oladi, bir butun parcha bo'lsa qaytirib bersak bo'ldi. Endi buni kesib, u do'konchi bor, bir narsa ishlatilmaydigan bir laxtakka aylantirayotgandan keyin uning qarshiligida, aybning qarshiligida mana pul berslar deb talab qilsa bo'ldi. Bu da ilzam qilindi. Rozi bo'lish chataq yo'qdi. Lekin ilzam qilish masalasida mush ahvolda, ya'ni qaytug'ilmaydigan, aynan yo'q bo'lib qolgan holatda biz aybning qarshiligida pul to'ltib olsak bo'ldi. Endi shu qaytirish sotib oluvchininki tarafidan bo'lmagan bir ishlarda qaytarolmaydigan bo'lsa, shunda to'lat qilindi. Agar bu kishi sotib olgan narsani birisiga hadiya qilyapti yoki setyapti yoki masalan pul olsa ozod qilyapti dedi-ku, shu chog'da savdo tamom bo'lib ketdi dedi. Ilgari savdo tutib ketdi dedi. Endi bu mushu ish orqali bu aybga rozi bo'lib qo'ldan chiqarayotgandek bo'ldi. Bu chog'da aybga qarta
pul to'lanmaydi. Yana birisi agar shu tovardagi aybning qarshiligida xaridorga ma'lum bir o'rinni to'ldirgan bir to'lam qo'li tegmagan ahvolda shunday. Agar bu sodini qilib ayb bo'lgan o'xsham buning bahasidan bir qismini tashlab qo'limni ichkasin deb ayında satgan bir ahvol bo'lsa yoki keyin buningga shunday bir narsa bergan bo'lsa bir qatam uni qaytarolmaydi. Meyada ikkinchi setilib birisida ev kirib qolsa ya ikkisini qaytirdi ya ikkisini ilitdi. Ahadimazgo meshada ash eyiblik bo'lib qolgani qo'lga topshirib qo'ygan olsun yoki do'konchilikka bo'lgan olsun baribir o'xshash. Nima uchun desa qo'lga to'liq topshirib olmagan holatda birisini qaytirib berman degan bo'lg'achqa bu safqat tamam bo'lmagan holatda birisini qaytirib berman degan ekan bu tafriq safqa bo'ladi. Bir ahadima degan qo'lga topshirib qo'ygan birisi olsun yoki topshirib olmaganda shunda ayb bo'lib qolsa o'xshashmoqchi. İmam Abu Yusuf rahmetullahi alayh qo'lga topshirib olganda ayb kirib qolsa ashuni qaytirib beradi. Qo'lga topshirib olganni qaytirib bas bo'ldi deb qo'rgan. Lekin bu azabda qo'lga topshirib olgan olsun, ammo'ni olsun, qaysi birisi ayb bo'lib qolsa qaytirasi bo'ladi. Law qabada ahadahuma deb qulni misol qilishda ya qul desak balki qulni misol qilganda yoki kiyim-kechak tovar har qanday narsani misol qilgan bo'lishi mumkin. Wal makilu wal mawzunu kash-shay'il wahid. Kemchallandigan va janglandigan tovarlarimiz bir narsaga o'xshash. Ashning hammani qo'lga tashib olgandan keyin ondan qabdi to'liq bo'lgan bo'ldi. Şunlarında safqa tamam buludu. Mesela bir xalta un olsa 25 kilo ya 50 kilo desek, aşu bir safqa deymiz. 50 kilonu bir so'da oldi. Bıraklama algan hesapta. Muşu bir xalta un ya 50 kilo ya 100 kilo oldu ya 75 kilo oldu. Muşu bir narsadaklan, bir narsani sotib olgandek hisoblaymiz. Fala yamliku raddal ba'di dunal ba'di. La qabla al-qabdi va la ba'dahu. La qabla al-qabdi va la ba'dahu. Bu bir narsa bo'lgan ekan, buning bir qismini qaytirib berib, bir qismini olib qolaman desa bo'lmaydi. Qo'lga topshirib olishda ilgari bo'lsin, topshirib olgandan keyin bo'lsin, buning bir qismini yondirib fasillanmaydi. Mesela hozir 50 kilo bir xalta un desak, 50 kiloni sotib oldi. Qo'lga topshirib olishda ilgari men 40 kilosini olaman, 10 kilo qolib qolsin desa bo'lmaydi. Amaliyotda unchida 10 kiloni olib qaltırılıb bunda sarma qaltırılalım shunda so'd qilgan ekan bu bir avarchilik. Do'konchimi xolmaydigan bir ziyanliq ish bo'lg'achqa qo'lga topshirib olishda ilgari 10 kilosini qaytarib o'tolmaydi. Qo'lga topshirib olgandan keyinmi 10 kilosini qaytarib o'tolmaydi. Mesela shu 10 kilosi sataq chiqdi deydilar bir qismida. Ya bir narsa cho'klab ketgan bo'lsa tag'ani bir tarafiga. Mana 10 kilosini ilvaslar, qolganini olaman deb ilzam qilinmaydi. Tafriq sabr. Buni shunday ma xalq qilib qolsin, boshqa xalq olaman demdi yoki olmayman deb turalamdi, shunda bekitimiz. Yansoda deyman. Ayam 10 kilosini ayirib qolgan ayam 5 yansoda deb qaramaydi. Ya bunun kızı ki yeni soğudu oldu. Mesela onu kaldırıp da 40 kilonu olaman dese o yeni soğudu oldu. Diken yeni soğudukla işte dükkançı ihtiyarlık var. Halisi 40 kilonu sesipirdi o halisi ya. Bana 50 kilonun da bıraklam sadıma kaçılmayın mı haltının bir şakkı var. El çıkayyağını kaytırıp bunu sakın alaman da ilzam kılanmaydı. Kasım rakamı olsa, işte bu çapanlar yaklaşan olsa o kadar miktarda gidiyor. Anladık, makulmamı kaytırılamaydı. Çünkü o işletilmediğin yoki ters işletildiğin qo'ldan chiqarilmaydigan narsalardan. Ya'ni shu qaytırılamaydigan bilib qolgan ahvollarni misol aytash. Mesela un setilib, sizlar nayiq bo'lgandan keyin bundan meti chiqqandek ahvol bo'lsa, siz unni qaytarolmaysiz. Lekin bu undan nayiq bo'lgandan keyin nandan meti chiqasiz. Undan meti bor ekan,
Muşu metiba unni saq un deb setibla, mana qarşılığında pul versa deb olgan. Agar nayiq bo'lmagan bo'lsa, shu unni biraqlam qaytarib o'tmas. Ya unni va qilay, ma metining qarşılığında manch pul qaytarib bersa deyish haqqimiz yo'q. Ya'ni ilzam qilmaymiz. Xolisa razılab qaytarib bermaydi. Razılık ustida bo'lgan. Bundan o'zga boshqa narsa o'zgargan salomlar. Ya boshqa narsa o'zgartirgan ekan, siz unni setolab u odamga non qaytarib bersizlar, so'zini bekor qilib bo'lmaydi. Boshqa narsa aylanib ketdi. Mesela sizlar yog'ochlar kim buni ishkaptimini yasab qo'ygan ekan, buningda ko'z bor ekan, qadaq bor ekan bundoq. Bunda yog'och chiqdi deb buni ishkapni qaytarib bergansiz, do'konchi yog'och sotilgan do'konda ishkap sotib o'tmaydi. Qo'shildi ekanda. Qo'shilmasmi ekan? Bu shakun to'ldirgan gapda bunlar. Bu tijorat ishlari shunday murakkab. Hatta olmasını istemezsem 50 kilo da 2 xalta unni 25 kilodan algan bo'lsa, bir xalta çatak çıksa onu parçalanmaydı o deyishim. Bir narsada qilib o'tgandek. Uni yapayotganda ham shu narsani ishib o'tgandek, olib o'tgandek. U tasarrufa fi yoki halakil mabi'. U tovar aslatga qamida boshqa narsa olib ketib qoldi. Qo'ldan chiqib qolgandek, iste'mol qilib o'tgandek narsa. Her birisi majburluğuna alsak, basın sosyal kaldık olur. Çıkışlarsan majburluğuna her birisi majburluğuna oluştu. Aynı oluşması falan dedi. Halkın soğudlaşıp, 160 kere deyişip, kaç yılandan birisini andırıp lan binalıma deseler olmayız. 100 kere öğren deyden. Hoşan. Demek ki aslında parçılsa, baha taraftan ve başka taraftan dükkançıga ziyan bulan tarafı var. Nasıl üzükler gitmediğin kim o? Xiyarlar ayıp çıkıp ketmedi ödeyim. Xiyarlar ayıp çıkıp gitti. Xiyarlar ayıp diyenin ümdü doğmuş. Eyüp vakında qaytırıp bir şartlı degen. Qaytıranmaydı o. Lekin ayıpның karşılıkında pul tülteleydi o. Erşil ayıp demiş. Erş. İcbari olan bu ya. O icbari. Lekin anda qaytırıp bermeyme, sak halatda qaytırıp bermeyme, onunla erşil ayıp tüleyse ilzam kılanmaydı o. فلا يملك رد البعض دون البعض لا قبل القبض ولا بعده. Yani unseti olgan bolsa bir qismini pul topshirib bo'lgandan kim bo'lsin yoki unda ilgari bo'lsin, uning bir qismini yondirib bermaydi. Ay bir qismini yondirmoqchi bo'lganimiz ayiblik chiqib qoldi shu. Nima? لأن تمييز المعيب زيادة في العيب. Çünkü uning ayibliklerini hammani arib aşını ayrım qilsa bu ig'irlashtirib o'tishdan iborat. Masalan dedim, biz bir sivat ürük aldık. Bu ürükning ichida ancha-muncha to'nlarim bor yoki ancha-muncha qurtib ketganlarim bor. Yani bir sivatda biz g'achchida ustilik qilib o'tiriblam, ilg'iya bilandim. To'nni bir tarafga, qurtni bir tarafga artib saqni olaman. Ma to'nma chatak chiqtasman, pishqda bag'ama o'rilirim bakin buni deb yondirib birma desa, qamlashmaydi. Chunki saqning ichida, pishqallarning ichida bu biratal g'ura, biratal qurtliklar shuning ichida birlik ketgan. Bu ayb yengildi. Endi hozir buni hammani xillablan arsak, mesela bir tonna ayda meva olgan bo'lsak, buning sesqini ya qurtlab ketganini ya to'nlarini yoki chiqib ketgan bir qismini mandalarni arsak, bu 100 kilo chiqishi mumkin. 100 kilo bundan buni hech kim qilolmaydi. Bu noati aytki ig'ir darajasiga aylandi. Lekin bir tonna ichida bu birlik ketgan. Ziyada fil ayb mana. Bu ayibni noati ig'irlashtirib o'tgandek bir ahvol. Chunki tijoratchining odatida ashunda san narsalarni obdallarga aralashtirib, shuni qo'ldan chiqaradigan bir ish bor. Bu vaqtida tijoratchiga sotib bay'a qilamdi yoki mushtari bo'lamdi? Ya u gunoh emas endi. Bu odatda sizga ko'rsatib, bundan qilib sotadigan narsa. Mesela ürükni, mesela talazım narsa esla 5 kilo ürük 50 koyuldu. Anın erzem bo'lganki onun ichida qilimish bo'ladi. Sonları. Demek yani şunda ayıplarını hammani ayırıp yığsak, bu saq narsa bir ayıplik qilib qo'ygandek bir ahvol. Kal aybil hadis deymiz. Biz topshirib olgandan keyin qo'limiz turib bir ayb paydo bo'lib qolgandek ahvol bo'ldi.
فكأنه عيب حادث حتى قيل شونlaşka mındamı dildi dedi. لو كان في وعاءين له رد المعيب منهما بعد القبض لأنه لا ضرر. Şurada qila degan iborani ishlatdi. Bu yanıdan paydo bo'lib qolgan ayb dedi. Ham bir xillik undan shunda ayirib bir tarafga yig'sak shatqini. Bu ayrim yanıdan paydo bo'lib qolgan bir aybdek bo'ldi. Lekin ba'zi ulamolar bunda alimda tahlil qilgan bo'lg'achqa, ba'zi ulamolar agar bu ikki xalta bo'lib bu narsa unni unlar birisida chataqlab birisida chataqliq bo'lgan bo'lsa chataq chiqqanni qaytirib berib ma'ni abqas bo'ldi deganligi bo'ldi deydi. Bu ojiz qarash yana bilmas. Lekin kuch qarashchi ikki xaltani olgan bo'lsa-mu, bir so'l qilgan bo'lsa, uni birini qaytirib chataq chiqqanmi, birini ham olib qolaman deb turib olmaydi, ilzam qilinmaydi degan qarash. Mana qila law kana fi wi'a'ayni ikki suvat ya ikki xalta endi bir narsa turgan bo'lsa, birisini chataq chiqqan bo'lsa, raddal ma'iba minhuma ba'da al-qabd. Qo'li to'liq tashirib olgan ekan, bir suvatda bir xalta chataq chiqqan bo'lsa, ash chataq chiqqan suvatda xaltadan qaytirib olsa bo'ladi. Chunki bu yerda ziyon yo'q. Bu qo'lda yenidan bir paydo bo'lgan aytnasiga o'xshamaydi o'chaqda deb. Bu ojiz qarash. Lekin Hanafi mazhabining mu'tamad qarashi kutubul mu'tamadida bir qachida olsun, ikki qachida olsun deb bunday ayirmagan. Bir safqada qanchalik nima sotib olgan bo'lsa, uning bir qismini ayirib bilan qaytarishga zo'rlanmaysiz deydi. Bularda ojiz qarashda ikki qulga qiyos qilgan bu. Ikki qul sotib olgan bo'lsa, bir quldan chataq chiqqan bo'lsa, chataq chiqqan qulni qaytarib berib, bir qul saqni qilaverma desa bo'ladi. Va o'sha ochliqnimi, o'sha qiyos qilamiz degan. Amaliyotda ochliqni Hanafi mazhabining kuchli qarashida unda qiyos qilishga bo'lmaydi deb, kashayl vahid deb aniq qiyos qildi. Bir narsa qiyos qildi. Ma ojiz qarashda ikki narsa qiyos qilinmaz, ayirmaymiz ikki narsa deb. Lekin shu al-mu'tamad shu kashayl vahid degan qarash shu. Bir qismini qaytarib berolmaydi degan qarash. Shu yerda qila ash ta'lilga asosan mushlar degan. Lekin bu ojiz qarash لأنه لا ضرر له فيه ضرر ديش وكذا لو اشترى زوجي خفا وكذا دينا الموزون والمكيل كالشيء الواحد شنو وكالمكيل والموزون لو اشترى زوجي خفا بيجيب أتاك ماسة وغن بوسا أو مصراعي بابا ياكي قناطلق برشك نسة وغن بوسا فوجد بأحدهما عيبا bunun birisida ayibni ko'rdi. Qablal qabda va ba'dahu. Qo'li tashirib olgandan keyin yoki undan ilgari bo'lsin, birisi ayib chiqib qolsa, yarudduhuma aw yumsikuhuma. Ishkirisni biraqlan qaytirdi yoki ishkirisni eliverdi. Nima shuni desa, li'annahuma kashayl wahid. Ajibda al-makil wal mawzun kashayl wahid. Bu jujuq narsa bir narsaga o'xshash. Uni yolg'iz masalan bir pay oyog'ini ishlatish yo'q. Cho'qim ikkisi bo'lsa bir narsa bo'ldi. Va kada kullu ma fi tafriqihi dararun. Shundaqla ayirib qolsa ziyon kirib chiqadigan har qanday narsani unda ayirib olmaydi. Mana mushmu dabit hozir. Dabitun fil bab. Mush qilib shunda sasaq mana bunday chiqadi. Va ma la darara fi tafriqi. Amda bir qismini yandirib bir qismini olib qolaman deb turib olsa, ziyon kelib chiqadigan bo'lsa do'konchiga buni yandirishga zo'rlanmaysiz dedi. Ammo ziyon kelmaydigan ahvollar bo'lsa, u chog'da bir qismini, ya'ni ayib chiqqan bir qismini yandirib bera oladi deymiz. Masalan, kal abdayn ikki qo'lni sotib oldi va thawbayn ikki kiyimni sotib oldi. إذا وجد بأحدهما عيبا برسه çıksa إن كان قبل القبض ليس له رد أحدهما قلو تبشر إلiştim burun ikinin birisi çatak çıkan bolsa o eytikliğini yalnız qaytırıp birişke mecburlayamaydı. لأنه تفريق الصفقة قبل تمامها. Çünkü bu soğudu bitiştim burun soğudunu parçalatışlı ibaret. وإن كان بعد القبض
so'dlashib qo'limizga tovarni topshirib olgandan keyin bo'lsa, tamomil safqa bo'lishni ama safqa tammat deymiz. Tamam bo'lgandan keyin bu chaqda birisini qaytirib berib, birisini qo'limizga elishga zo'rsak bo'ldi. Yejuz. Ya'ni ayb narsani qaytirib saqlanib qolsak bo'ldi. Li'annahu la darar fi tafriqihima. Chunki bu ahvolda buni ayirib etsak ziyon kelmaydi deydi. Bunda vaqtida men masalan qo'l topshirib bo'lgandan keyin qaytirib etsam, yana ziyon bo'lgan bo'lsa, balki shundan pulni to'lish mumkin, yoki shundan pulni bermasligi mumkin. Yani bularni ma'nosini birini turga ayirdi. Birisi masalan al-makil al-mawzun. Ma'lum bir butun narsadak bunda bir qisman do'sat ziyon bor edi. Yana birisi bir-biridan qattiq ayirib sotilolmaydigan bichib oyoqdek. Bumi bir qisman foydasi bo'lmaydi. Ammo uchinchisi bu al-adadiyatning misoli. Al-adadiyat. Aşında o'xshash narsalarning aksi va birdan ikkidan uchdan sanab sotilgan. Mushunda narsani qo'liga topshirib elib bo'lgandan keyin unda birisini qaytirib bas bo'ldi, ziyon yo'qdir. Lekin qo'liga topshirib berishdan ilgari uni qaytirib etolmaydi. Ya'ni aytlikni qaytirib deb qolganlarni deyilmaydi. Endi bu ikkisining farqi qo'liga topshirib elishdan burun qaytiruvda ziyon bormi, ziyon yo'q desa, baribir o'xshash. Qo'lga topshirib olgandan keyin ular o'xshash. Lekin bu yerda bizning bir prinsipimiz bir narsa taqshidan. Bu tafriq safqa qabla tamamil bay'. Soda bitmagan sodini hozir buni cho'p harflashgandek bir ahvol bo'ldi. Sod bitgan bo'lsa, o'chaqdan deyap, mana parchalaydi deyish mumkin edi. Bitmagan narsani parchalashga uringandek bir ahvol edi. Bo'lmasa, masalan, qo'lga topshirib berish ilgari olsun, kim bo'lsin, bu idrar bil bay' masalasida o'xshash. Chunki bu adadiyat. Agar topshirib berishdan sotuvchi bunday bo'ldi, iqtollar va aytib qo'ysa vaqtida rozi bo'lmaydi. Chunki bu yerda hozir muhim nuqta, qarshi taraf rozi bo'lsa maylidir. Lekin qarshi taraf rozi bo'lmagan holda mushuni zo'rlayolmaydi. Farq shu. Hanbali mazhab zo'rlayolmaydi. Qaytib berganlar shunda shu ishtirok qilishim yani. Masalan, ikki kundan qarshi kundan Ağadan ikisini şu cadde paylaşıya toplanan olsa ikisini de oturan bölgeler ağam olsa paylaşılan küçükler paylaşılan bakılması bakılmışken gelişen bunu agar endi ikki qo'lda ishqning qasi so'zi mashqulda bilan sanab olgan bo'lsa, uning bahsi ma'lum. Agar ayrim deyishgan bo'lsa, u ayrim safqada gunohsizdir. Masalan, birisi 10 ming tillar, birisi 20 ming tillar ham bo'lsa, ayrim bunu bağlanmaydı uçak. Şola kalsa şu adam diyenler bir safqa bir soru ise olmalı. Ya bir soru olup kalsa, iki kuluna 20 mantıllar aldım, toplanıp kalsa, ya ki birisi 10 mantıllardan ikini alıma, üçünü alıma da bunda ağam olsa, bu uçakta kulu tapşırıp ağamdan kim birini kaytırıp alaydı. Kaytırırsa o da sizde fırına ya birisi bazı o'xshashamizdan bazı o'xshashadi. Bir saç bir safaqa joy ikki safaqa. Masalan, hadisga ayrim o'nminlar masalan birni o'nminlarni olib kelgan bo'lsa, hadis ayrim safaqada hisoblanadi. Ikkisini biroqlar bir safaqada hisoblab oladigan qoida bilan vaqtda qanday qilib bo'ladi? Uni qanday o'tib ishlarni kelish İki kol ya, iki kiyimli misalını tutturayla mısın? İkini aldım, 200 kadar iki kiyimli aldım ama bu adette adadiyattan misaldır. İkisi okşaşlar. Nefesa, birisi kadar bazı 100 koyuldu. En koldu. Hem de ikini aldım, birisi 100 koy, birisi 50 koy, bu ayrı safhadaki buldu. Eğer ikini aldım, bazı 100 koydu, ikini bırakılan soğuklama dese bu adet bir saf oldu. Ama mesela birisi başkaça, birisi başkaça olab, kımıda okşaşmadan ikisini qarı koyak, ikini alamadı. Bunda pişken olsa Allah alam. Bunun birisinin bahasını eş bulgu dülküldü. Tepsini düşmeye ahal. Bu çağda birisini kaytıranması bunun ki.
Çünkü birisininki bahsi aniq emas. Kamtana urrab degan gap chiqib qoldi. Ya ichkilisini qaytirsa, ya ichkilisini olsa degan gap chiqdi. Adadiyat olgan ekan, har birisi ayrim saqib qolganda. Ya, bu adadiyat hozir bahsimizsa o'xshash narsadak. Bir tal asam ochib bo'l. Degandek bir narsa. Balki fajaza robil ba'di degan iboratda fajaza robil ba'di degan ba'diga chiqadi. Ha, fajaza robil ba'di degan ashuni qaytirib biraman deb ilzam qila oladi degan. Kuchga ega robil ba'd mulzima degan gap. Cho'qim zo'rlay oladi. Ha. Razılab qalsa, bizlar razılışma birisi qaytirmanda bu qilsa chataq yo'q. Hozir masalan do'konchini ma ikki telefonga bir chataq chiqdi, qo'llar qaytirib olmadi, pulni versa desa, do'konchi yo'q, ichkilisini qaytirib bersa desa, o'cha taqashib qolsa zo'rlanmaydi degan. Farq shu. Fajaz raddul bab bir qismini qaytirib berishga zo'rlay oladi. Kama law ishtara min ithnayn. Xuddi ayrim ikki odamdan so'z qilgan bilan o'xshash. Bu bir qiyos asl. Ma dalil qiyosli iborat. Xuddamda ma do'konchidan bir narsani olgan bo'lsa, birisini chatoq chiqsa, shu do'konchiga bir narsa qaytirib bergandek ahvol. Boshqa savdo demoqchiman. Qiyos qilish. Satışga dalam bo'lib qoladi. Masalan, kiyim darjan kiyim olgan taqdirda biroq her birisi majburdan olgan bo'lsa, masalan, hozir normal ishlar qiladigan ko'plar olgan bo'lsa, qo'ydirlarni cho'ng darjan keyin ko'plar olgan bo'lsa, qo'ydirlarni savdoga uchun sotilmay. Shu cho'ng darjan, kichik darjan sifatlar hali bir o'xshash emas ekan ko'z. Ha, o'xshashdan masalan kichik nomerdan o'xshash, rangimi o'xshash, shunday ichkinagan bo'lsa, u birga. Lekin birisi cho'ng, birisi to'ng bo'lsa, buningki ayrim ashunda bahasi o'xshamaydigan ishlar bor. Rang farqi, nomer farqi baho o'xshamaydi. Ba'zi kiyimni o'xshash nusxa olgan cho'ng xizmatrak bo'ldi, ba'zisi kichik xizmat bo'ldi. Top satgan taqdirda buning kichik nomeri, cho'ng nomeri, rangliklar bo'ldi emasmi? Bir darjanni tutishib, 12 talg'o bir darjan. Bir darjanni tutishib, kinandan buning chadaq chiqqan bo'lsa, ashuni qaytirib birmasi bo'lmaydi. Yani qaytirdim, yoki hemen ekildi. Ha, do'konchi rozilik shundan qaytirib bersa, chiqqan qaytirib berdi, 10 tal hisob toplam so'd tizmaydi. Lekin yo'q, o'sha 2 talni cho'qim qaytirib birlama, saqlab ondan olaman deyilmaydi. واستحقاق البعض على هذا التفصيل. استحقاق degandan dudoq. Istihqaq degan bir narsaning egisi qilish. Masalan biz bir darajani shunda keyin sotibman. Sotgan keyin buning ikki talning egisi boshqa qildi. Boshqa odamning ikki tal kiyimini eklib satlab, 10 talni 12 tal qilib sotibga. Sotgan ekan keyin egisi qilibla ma ikki tal mening ketdi degandan keyin bu ikki tal yenishi lozim ekan. Ha? Bunda ikki tal yandigan bo'lib qolsa, mushu yuqorqi tafsilotdak bir taraf qilamiz. Ma yadurruhu at-tab'id fa huwa aybun. Qochilib tutqasa, ziyonli bo'lib qolgan bo'lsa, bu ayb bo'ldi. Biz ikki talning egisi chiqdi, 10 tal qoldi qo'limizda. Biz 10 talni olgan Çarvazachi bunu apirib qo'limizdan chiqarmaymiz. Cho'qim uning nomerini to'liq qilish lozim. 12 tal olsa, unda men qo'limni chiqarib sadalayman. 10 tal olsa, buni bikim olmaydi. Undan keyin qanday qilingan gap hammamiz qaytib. Ma yadurruhu at-tab'id fa huwa aybun. Qachilvasak bu ziyonli qilib qolsa ayb bo'ldi. Va ma la fala ziyon bo'lmagan bo'lsa, bu ayb hisoblanmaydi. Chunki basini çürütenmeydi, bazı tasir kılmaydı. Nalgi istihqaqıl ba'dni ba'zini egisi chiqib qilish deymiz. Almoshda bir narsa setib olgandan keyin buning bir qismini egisi chiqib qolgan holda qo'liga topshirib erishdan ilgari bo'lib qolsa, bu chaqda hammani elish ammaslik ixtiyorligida bo'ldi. Qo'liga topshirib olgandan keyin bo'lib qolsa, misli narsa bo'lib qolsa, ixtiyorligi yo'q. Qiyamiy narsa bo'lsa, yandirish
ixtiyorlik bor. Masalan, ayında 12 tal ko'ylakni bir darajani qilib oldikmi? Alamki bu ikkisi qo'shni do'konchining ekan. Do'konimizda qo'shnimizda tizgan ekan. Biz ko'ylakni shunda sapirayotganda qo'shnining ko'ylagi sinib ketibdi. 12 tal bordi. Sadece bu ikki talni keyin do'konchi qarab, "Voy, meniki silitiblar" deb akilan mening melim deb bu ikki talni ilib olgandan keyin qarasak bu ko'ylak metli narsalar. Zavqdan chiqadigan o'xshash. Chiqqandan keyin ishkining o'rniga ikkini saplab turdi. O'zining nisbatan ikkini saplab turdi. Ish tugaydi. Agar misli bo'lmay qiyam yo'lab qolsa, o'chaqdan da setib olguncha qanday qildi? Bu 10 tal narsani ololmayman o'cham. Yandirib olgan. Ya ishkin to'liqlab paslar, bo'lmasa 10 tal ololmayman bo'lsa, so'da qapqasini yandirib olgan. قال والإباق والسرقة والبول في الفراش ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل. Ama yuqori qilsa umum bir ma'lumot bergan bo'lsa, hozir ba'zi bir ayblar tafsili to'xtaladi. Qul so'zida qachqaqliq odati va qulluq bo'lsa, davomli xo'jayindan qechkitilgan, qechkitilganda. Va sariqa o'g'illik qilgan bo'lsa, va bawl fil firash keçide mesela sifatlan ağırlık varsa leyse bi'aybin fis-sagir allazi la yaqil. Ve sabine iki gayrimez. Sabi mumayyiz, sabi gayri mumayyiz. An sabi gayri mumayyiz bo'lib qolsa, bu ishlar ayıplanmaydi. Yani 5 yaş, 6 yaş mesela sabi mumayyizni yaş farkı desek 6 yaş kadar gayri mumayyiz oldu, 6 yaşdan keyin mumayyiz oldu desek 5 yaşlık bola, 4 yaşlık bola şunda keşif edilgan, davamlılık binası oğulaydigan, ya şunda sipertilgan ahval bulup kalsa, bu eyip hesaplanmaydı. Bu 5 yaşlık kulunu satı algan, bunu bunda çıktı da yandırıp verilmeydi. لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْاِمْتِنَاعِ مِنْ هَذِي الْاَشْيَاءِ. Çünkü bu aktarını fakat beğenirken bu neslini bunda ayırıp özüne tosap kılanmaydı. وَهُوَ دَالٌ La abiqun. Bu keçiş meselesinde xuddan da öğün tapanmay, öğüge baranmay qalanda yolda ezip ketken kişiye o'xshaydi bu. Ama qaçqan qulga o'xshamaydi. Men o'g'ilsam cho'ng masala yo'q-ku deb sal qarab başından qilgan bo'lishi mumkin. Yani şu mumayyiz, gayri mumayyizda biz 6 yaş, 5 yaş deb o'qilgan ba'zi ulamolar o'zi tamoqni yeb, o'zi yeb ichib Ayetinin çıkarılan olsa bu mumayyiz olduğu da ölçeydi. وَعِيدٌ فِي الَّذِي يَعْقِلُ. Sabi mumayyiz olup kalsa, hakkını farklıdan sabi olup kalsa, bunun da eyip hesaplandı. Evet, çoğunlar olup kalsa, çoğunların eyip hesaplandı. لِيَنَّهُ يَعُدُّهُ التُّجَّارُ عَيْبًا. Çünkü ticaretçiler muşunu sabi mumayyiz olsun, çoğun kulda olup kalsın, eyip hesaplaydı. Çoğun bahar farklı bulundu. وَيُرَدُّ بِهِ İlla en yucada indel müşteri ba'del bulug. Ve yuradu bihi en. Muşunda ayıplı bulab qalsa, sabi mumayyiz yaki el-kebirde. Muşunda ayıplı bulab qalsa, muşunda ayıplı varken de kulunu qaytırıp biralaydı. İlla en yucada indel müşteri ba'del bulug. Fakat lan, setib algan kişinin kolunda sabi balını setib aldı. Setib algandan keyin setib algıcının qeşti balag'at yetdi bu kul. Balag'at yetib bo'lgandan keyin yana shunday ahvol ko'rilib qolsa, o'chaqda qaytarilmaydi. Buni tafsili bayon qildi. Ya'lam anna jawaz ar-radd inma yathbutu inda ittihad al-hal. Bilginki bu yerda qaytirib berishning kuchga ega bo'lishi, ya'ni ayib varken de qaytirib berish qachon kuchga ega bo'ldi? Ahvol holat bir bo'lsa deydi. Holat bir xil bo'lmasa shunda بأن فعل هذه الأشياء عند البائع والمشتري حالة الصغر أو حالة الكبر. Satqıçının qolda turib, muşunu kichik holat qilgan bo'lsa, keyin mushtarining qo'lga o'tgandan keyin o kichik holatda ayda qilgan bo'lsa, bo'cha qaytirib bersa bo'ladi. Satqıçının qo'lda cho'ng holat qilib, mushtarining qo'lidami yana unda takror bo'lgan bo'lsa, qaytirib bersa bo'ladi. Lekin satqıçının qo'ldagi chog'da balog'atga yetmagan kichik holat xaridanın qo'lga topgandan keyin balog'atga yetgandan keyin undan bu ish takrorlangan bo'lsa, o'sha qaytarib berilmaydi. Chunki holat hozir o'zgardi. Amma idza fa'alahu 'inda al-ba'i halat as-sighar va 'inda al-mushtari halat al-kibar, bayat degandek ahvol o'zgargan bo'lsa,
Felaysa lahu rad. Qaytarammaydı. Mesela satqışın kolda davamlı keçip qalgan bir sebi pul bar ekan. Yani buna bir setib olgan ekan, cho'ng bo'ldi. Balog'atga yetib, yana o'sha qochqinlik davomlashgan bo'lsa, buni ayb bor ekan deb endi o'tolmaydi. Chunki bu balog'atga yetishdan burungi ahvol, balog'atdan keyin deb ahvoli o'zgarib ketdi deydi. فليس له الرد لأن شرط ثبوت الرد اتحاد سبب العيب. Çünkü bir yerde şu qaytarışınınki mulzim bo'lishinin şartı aş ayıbın sebebi bir buluş gerek dedi. Ve ennehu yahtalifu bis-sigari vel-kibar. Bu küçüklük bilen çoğunluk halıtıda aş ayıbınki aşu naçar işlerninki sebebi okşaş bulmaydı. Li'annal ibaqa ve's-sariqata min-es-sagiri. Çünkü sagir degan şey sebi gayri mumayyizdan bunda keçip ketishdi onlar. Yoki bir narsa o'g'irlab turadigan ahvol bo'lib qolsa, bu liqillati mubalati va qusur aqli. Bu aqlda to'liq yetilmaganlikdan, yaxshi yomonni ayirmaganlikdan va ba'zi narsaga parvo qilmaganlikdan, beparvolikdan bo'ladi. Va minal kabiri li khubthi tabiatihi. Yani cho'ng kishilar bu ishni sodir qilsangiz keçiş, uğurlaş gendek, bu özününki naçarlıqdan buludu. Kichik vaqtida keçişi belki oynab keçip ketishi mumkin, oyangamroq bo'lganlikdan bo'lishi mumkin. Vel bawlu fil firashi min as-sagir li da'f al-matana. 5-6 yoshlik bolalarda, ya uning kichik bolalarda ko'piga sevib yetishtigan bu doğsaqning ojizligidan bo'ldi. Ve min al-kabir li da'in fi batni. Cho'ng kishilardan sodir bo'lib qolsa, bu qo'saqdagi ba'zi bir kasalliklardan bo'ldi. Faqat ixtalafa sababan. Bundan kichiklik sabab bilan cho'ng holatdagi sabab o'xshash bo'lmadi. Shunga holat o'xshamagan ekan, farqli deb qaraymiz. Lekin satqishning qo'lda sabiy g'ayri mumayyiz bo'lib, shunday ahvol bo'lsa, keyin xaridorning qo'liga o'tkazgandan keyin shu holatda bo'lsa, yoki burun cho'ng holatda bo'lib, shu sodir bo'lgan bo'lsa, keyin xaridorning qo'lida takrar bo'lgan bo'lsa, u chog'da bu ayblik mal bo'ldi. Ammo holat shunda o'zgarganligidan satqishning qo'lda sabiy g'ayri mumayyiz ekan, keyin xaridorning qo'liga o'tgandan keyin cho'ng bo'lganligidan u chog'da ahvol o'zgardi deb yandirilmaydi deymiz. Doim qo'lda sevib turgan müşteri algandan keyin bozorga ketgandan keyin men shu holat buloqlas bu vaqt sabab birlashganlik uchun. Yo'q, sevib qo'ygandir, lekin shu chog'da ikkilarning qo'lda bo'lgan chog'da yeshiq nechitdi buni. Ani qo'lda kichik, men qo'lga o'tgandan keyin cho'ng bo'lgan bo'lsa, yandirilmaydi. Lekin ashuning qo'ldagi holat davomlashgan bo'lsa, yandira oladi. فكان العيب الثاني غير الأول. ذلك كشك وقت كيف ما تشوفون كيف وأمسد سبب واشكوان فلا يجب الرد يعني يندرم ما يدور فلا يثبت الرد ماشي بخلاف الجنون. أما السلام قال توسان بدون أخش ما يدور حيث له الرد لو جنى عند البائع في الصغر. لأنه كشك شونلق أهوال أزجرجان بوسما كشكلنا قلد قالت أزجرسما saranlık sebebinden qaytırıp dağılaydı deydi. Cünne indel bâ'i fis-sigar. Satqışın qolda kichik chaqda saranlab qolgan ahvol borken va indel mushtari ba'dal bulugh. Hamda setib oluvchi buni setib olgandan keyin balog'at ketibdi, balog'at ketgandan keyin saranlab qolsa, saranliq ahvol ko'ralsa, bu chaqda yandirib beralaydi. Bunda bu ahvol o'zgardi demaysiz deydi. Nima uchun? Li'anna sababa muttahid. Çünkü bu saranlıqning sababi kichik vaqtida olsun, cho'ng vaqtida olsun bir. Bu aqldagi bir xalaldan kelib chiqdi. Va huwa afatun tukhillu dimagha fil halatayn. Bu shuni binormal qilib qo'ygan bir kasallik sababidan bo'ladi. Aslida shu saranliq masalasida mashayixlarimiz ikki xil qarashtirib qo'ygan. Ba'zida bu saranliq muashu al-ibaq va as-sarqa wal bawl firash degandek sabab o'xshash bo'lsa, setval uchun qo'lda bir qatam ko'rasa, ondan qaytirib berish haqqi bo'ldi degan. Bu Abu Bakr al-Iskaf al-Balxining qarashi. Yana bir guruh ulamolar agar saranliq holati shu burun satqishning qo'lda bir qatam ko'rilgan bo'lsin,
setib aluvchining qo'liga o'tgandan keyin u ko'rolmasmi? Burun saranglab ekan bu deb qaytib shaqqi bor edi. Ya'ni keyin setib aluvchining qo'lida bir qatim ko'rilishi shart emas edi. İbaq va sariqada setib aluvchining qo'liga o'tgandan keyin bir qatim qechib ketsa, o'g'liq qilsa, bu chatib qolgan deb bilan qaytirib bir shaqqi bo'ldi. Lekin bu saranglamasida keyin bu ahvol ko'rolmasmi? Ayın xo'jayinning qo'liga o'tgandan keyin ko'rolmasmi? Qalanchaq burun sizning qo'lingizga chaqdi bunda bir ahvol bo'ladi ekan deb yondirdi shaqqi bor edi. Ba'zi yani bunun asoslarını Cami Sagir'da İmam Muhammed'den şunday bir rivayet kelgan. El-junun aybun lazibun abadandir. Yani bir kadın saram olan kişi bu ömrünün ahirine kadar bunda saramlaş ihtimali var. Bunu kutlanmaydı dediğim bir faraş boğaçka. Bu saram ahval körelsin muşi bir eyb var de karayken. Bazı bir hadisini rivayet kılıp bular. Men cünne saaten lem yufik abadan. Bir saat saramlap kalan kişi bu saranlıktan ömrü tutlanmaydı. Çok keyin bo'lib turishi mumkin degandek bir rivoyatlar tanilgan. Undan keyin ikinci qarashga asosan tarif chiqdi. Yani setib aluvchi qo'li o'tgandan keyin saranlık ahvoli ko'rilmasmi? Ilgari xo'jayinning qo'li bir qizim saram olgan bo'lsa, bu buni uqmay oldi. Olgandan keyin başqalardan so'rab ya shu quldan so'rab uqqandan keyin bu 5 yil burun saramlab ekan, buniki bu saramlab ehtimoli bor, bu ayb deb qachcha yondirib bir shaqqa bor demoqchiman. Bizning jinchab qishqan odam bilan saram odam o'xshaymi? Chiqsaytana. Avval jin avarqalıqdan bo'lishi mumkin, bu jismoniy tarafdan. Ma ikinci qarash ana mazhabdagi yani yen xo'jayinning qo'liga o'tgandan keyin saramlab ko'rolmasmi? Yondirib bir shaqqi bor, burun saramlab ekan bu bir qatam deb yondirib bir shaqqi bor degani Faqih Abdullah Samarqandining qarashi. Abdullah Samarqandi shu Balxiy ulamolar. Abdullah Samarqandi va Halavani va Xvarizada degan ulamolarniki. Lekin ana bu mazhabda asos e'timod qilgani xo'jayinning qo'li o'tgandan keyin bir qatam ko'ralsa, andin bu ayb vakinde qaytirib beralaydi degan qarash. Baş qarash as-sahih. Yani bu mazhabninki jumhur ulamolar shu qarashni tutgan. İmam Ahmadning al-asl va al-jami' al-kabir degandimi mush qarash kelgan. Imom Tahawiymi mush qarashni olgan. Sadr ash-shahid Qadixon va Hidoyning sahibi Mirg'inani mush qarashni sahih deb qargan. Qala va inqita'u al-hayd aybun. Endi hayz 15 yaş ya 17 endi mazhabdagi ba'zi qarashlarda bo'yga yetgandan keyin sog'lom ayollarda ko'riladigan odat. Bu sog'lomlikning alomati, kasallikning alomati emas. Agar hayz ko'rmaydigan ahvol bo'lsa, hayz ko'radigan yoshda hayz ko'rmasa, bu kasallik alomati bo'ladi. Ma uyg'urchilikka isloh bo'yicha desam bo'lmaydi. Kasal bo'lib qolgan desa, hayz ko'radigan gap. Lekin bu jismoniy tarafdan kasal deganni bildirmaydi. Bu sog'lomlikni, tan sog'lom ekanligining belgisi bu. Birisi bir dedekni setib oldi. Setib olgandan keyin qarshi bu biz istibro vojib deb qo'y. Istibro qilasiz bu hayz kamida, hayz ko'maydigan dedekka. Shundan bu ayb hisoblanib qaytirib berish haqqi bo'ladi. Endi bu hayzni ko'rdi, buni qalash bo'lay emas. Ay dedekning o'zining so'zlar. Bazı ahvallarda bir ayolning so'zi hisoblab bilgan. Aytdidek endi o'zidan sho'g'on ekan, ko'rdim deydi, shundan ishtara bo'lgan. Ya ishonmasa qasam qildirish mumkin. Li'annahu min da'in. Chunki u kelmaslik, ya'ni ko'rdigan yosh tuturib kelmaslik bu kasallikning alomati. Yani bu kasallik ayb shu. Zaten tavarda ayb bakan, yondirib turgan ayb shu kasallik. Hiç kelmaslik şunun alameti, belgesi. Ve ma'nahu idâ kânet mimmen yahidu mithluha. Şu yaşta bo'lgan ayollar odatda hiç ko'rgan bo'lsa, kasallikka neymiz. Lekin hizni to'xtab ketgan bo'lsa, hiç ko'rmasa bu ayb hisoblanmaydi, kasallik hisoblanmaydi. Ve innama yu'rafu zalika bi mudiyyil muddati ve adnahu shahran. Bu qancha muddat bilan ma'lum bo'ladi. Hiç ko'rmaydigan, kasallik borken deb qachon deyalaymiz buni? Bir muddat o'tsa, bundan eng tuvan muddatda 2 oy. Yani bu mazhabda shu masalada 7 xil qarash bor. Yani qancha vaqt
o'ssa istibro oldu degan masala bor. Shuni masalan biz 3 oy, 4 oy, 10 kun, 9 oy deb necha qarashni bayon qilgan. Shunami? En tövene ulamalarımız yani 2 ay. Bazı qarash 3 ay. İmam Abu Yusuf 3 ay dedi, Muhammed 4 ay 10 kun dedi. 2 ay 5 kun degan qarash var. Mana 2 ay degani o'sha aytgan buni. Abu Mutal Balqi 9 ay dedi. İmam Abu Yusuf Zufak'ın 2 yıl deb keldi. İmam Şafii'nin 5 yıl, 4 yıl degan qarashini o'tirib qo'ydi. İmam Malik'ten 1 yıl degan qarash keldi. Setvağın künden tatip isallayız aşın. Setvağın künden tatip sanayımız. وَقِيلَ لَا يَرُدُّهَا إِلَّا اِذَا اَبْتَعَتْ اِرْتِفَاهُ بِالْحَبَلِ. Yani yanıdır aciz qarashda bunu qaytirib bilinmaydi. Yani hiç kelmese kesillik vakinde qaytirib bilinmaydi. Faqatla illa اِذَا اَبْتَعَتْ اِرْتِفَاهُ hamildarlık yoki ma'lum kasallik sababidan kemmede hez deb da'vo qilsa shayar shunda deb tursa bu chog'da yeni xo'jayin buni qaytirib oladi. Chunki habal yani haml yoki uning boshqa kasallik bo'lsa bu ayb hisoblanadi. Undan keyin qaytirib oladi. Endi yo'da demakchi o'g'ini setib olgan kishi 2 oydan burun bu hez kelmaydigan ayolkan ayb bor kasallik varken deb da'vo qilsa yurdiman desa uning da'vosini olmaymiz. 2 oy o'tsin deb turib olamiz dedi. Yani 2 oy o'tgandan keyin sotqishdan so'raymiz. Bo'limida kasallik bormi deb shunda bor deb tan olsa qaytirib turdi chataq yo'q. Agar yo'q unda kasallik yo'q deb tursa qasam qildirishni kelib chiqishi mumkin. Qiyli degan qarashmishada biz kemmede kasallik varken deb yondirutman deb qolsa buning davosini olmaymiz. Faqatla ya hamildarlik sababidan ya boshqa bir kasallik sababidan bu şeyiz kemmede deb isbotlay olsa ondan davosini olmaymiz. Bu ilmimizga ojiz qarash. Aqsh qarashchi 2 oy ayında belgildikma 2 oy ichida kemmisa bu kasallik varken deb yondirib berish qiladi degan. ولو اشترى جارية على أنها تحيد أم بددكنا يذكر غالة دب ستوبته وهي لا تحيد أم يتوه يذكر غالة ستوبته لا تحيد للإياس إذ تختبت كم يشقى برقطة والله جاتن مسألة بشياش ماله بريش بكتول ماله أشنا يشقى برقطة والله جاتن يذكر غالة برقيال شقاسا وجد إيب بلده لأنه اشتراها للحبذي çünkü o gördü de mesela farzand ko'rama degandek qo'saq ko'tirish uchun setib olgan bo'lsa val aysatu la tahbal ezni to'xtab ketgan Allah qo'saq ko'tarmaydigan bo'lsa bu maqsad davomida demakchi. Qala val istihadatu aybun. Istihada odat kaptirgan kunlardan ish kelgan xun. Masalan 5 kun ko'rgan bo'lsa odatlar var. Ayda 5 kun nezkirib kelgan bo'lsa, shu 5 kundan keyin davomlashsa bu istihada hukmida. Bu bir ayb bo'ldi. Lekin istimrar dami maradun. Chunki mush xunninki davomlashishi bu kasallik. Kasallikning alomati. Va adamul xitana aybun fil jariya. Alba arabda qizlarni xatna qildirish bo'lgan ekan, arab diyorida shunda bir ahvol bo'lg'achqa, ash didakni xatna qilinmagan ahvol bo'lib qolsa bu dedektik ayb hisoblanadi. Vel gulami o'g'il oldimi shunda ida kana kabirayni muwalladayni. Bu ishkaylan ash dedak va mushu qul ikkisi cho'ng odam bo'lsa muwalladayni. Muwallad degan boshqa millatlardan turalgan bolalar arabning orasida cho'ng bo'lsa muwallad. Arablarning odatini arab so'zlar ayında cho'ng. Sözlüğün var mesela bazı ham sözlüğünki kelime muallada deb qo'yilgan so'zlar var. Bu sözler Arapçada aslida Arap dilida so'z yo'q, lekin g'ayri arablar Arabning orasida yashab kelib shu bir so'zni Arab ishlatadigan shaklda paydo qilib, yana paydo qilgan bo'lsa muallad so'z deymiz. Ya'ni shu asr rivoyatda unda ishlatilmagan. Mesela 200-yil qadar ishlatilmay, undan keyin
bu yerden kelib Arabning qo'lida cho'ng'ilgan pullar shoir ulamolar ularning yangidan bir so'zni yangi bir ma'noda ishlatib manda moda qilgan bo'lsa bu kalima muallada. Hanbali mazhabda xitanul banat vojib o'xshash yoki sunnat o'sha o'g'illardan ayirmaydi. Qiz o'g'il xatnasi o'xshash hukmda. Xamsun min sunal fitra al xitan degandagi umum bo'lgan ekan. So'zni qilmaydi. Misrda bor. Shafiy turib qo'yadi. Sudan tarafdan Bu bir tarafdan nimaga o'chatish, Misrning Firavonning odatiga o'chatish. Lekin Rasulullohning zamonida batdi. Shu Arab yerimlarida batdi. Qala amma law kana saghiraini aw jalabaini falaysa bi'ayb. Ama qo'l kichikroq qolsa yoki Arab diyarlaridan boshqa diyarlardan elib kelingan bo'lsa, o'sha ayb bo'lmaydi. Chunki Acemlarda o xitanul banat ahval yok. Yoki o'g'illarning mesela bazı kafir diyarlarda xatna qilish yo'q. Ularni bu ayb hisoblanmaydi. Qala wal bakharu wad dafaru waz zina aybun fil jariyati dunal ghulam. Al bakhar bu eg'izning purqi. Wad dafaru yani çıktılan ve zafaru isek to'g'ri qildi qo'l tupurgan va zina qilganda zina qilgan ahvollar mujna ahvollar bo'lib qolsa aybun fil jariya bu didek bo'lib qolsa ayb sanildi lekin o'g'il qul bo'lib qolsa ayb sanalmaydi li anna zalika yukhillu bil maqsud minha chunki didekda bunda ahvol bo'lib qolsa buningdan ko'zlangan maqsad o'zi chiqmay qoladi va huwa istifrash bu bo'lsa jariyadan setilishdan maqsad ko'pincha ahvolda istifrash bo'ldi istifrash ya'ni unga yaqinchilik qilish hatto masalan xizmat qilgan ish bo'lib qolsa shu ahvollar ayb hisoblanadi val wusuq bi kawn al walad minhu mesela zina qilgan dedek bo'lib qolsa xo'jayin u qo'zaqlik farzandning o'zidan bo'lganlik bo'lmaligini ishonch qilolmaydi shuni val muradu min al g'ulami al istiqdam endi g'ulamni setilishdan maqsad ish qilish xizmat qilish ولا يخل ذلك به o egizning purqi ya qo'ltiq purqi yoki zina qilgandek ahvol bo'lib qolsa bu uyda xizmat qilgan bo'lgan ekan daxliyat tuzmaydi deydi uyda xizmatini qilgan bo'lsa daxliyat tuzishi mumkin beram qilgan bo'lsa puraq yoki zina qilgan ahvollarni ta'sir ko'rsatishi mumkin lekin masalan zavodda yoki tizimda ishlaydigan bo'lsa ziyon yetkazmaslik mumkin illa yakuna min da'in faqatlamda ashunda puraq bir narsa bu o'g'il qilmasa da ahvolda bir kasallikdan kelib chiqqan bo'lsa bu chog'da kasallik bo'lg'achqa ayb bo'ladi kasallik bo'lmagan ahvolda ayb bo'lmaydi o'lmas min da'in fa wa'ibun fihi aydan bir kasallik vakanda yandırıp bir şartlı buludu. Ve keda idâ kâne kethîrü zina yetba'u zavani. Şundaqla gulam mı mesela davamlıq zina kıldığan bunda bulup qalsa bu ayb hesaplandı. Li'annahu yeşteğilu bihi anil xidma. Çünkü bu hizmet salımızga oldu mu hizmetiga daxil etkizdiğan ahval. Mesela iki kadını artık bulup qalsa bu kethîrü zina buludu dedi. Qala ve'ş-şeybu ve'l-kufru ve'l-cunûnu aybun fîhimâ. Şey degan çaç aqırıp ketiş. Yani çaç aqırdıgan çaqqa barmay turib, burun aqırıp ketgan ahvolda, aqırış payti kelmay, burun aqırıp ketgan bo'lsa bu ayb hisoblanadi. Vel kufr, kafirlikmi shundaq. Qul kafirlik qilsa, masalan normalda musulmon qulni setib oldim degandek, aqoskin qarasa bu kafir chiqdi bu qul. Ayb hisoblanadi. Gandib biraraydi. Vel junun aybun fihima albatta yani fil jariyet vel gulam amma şeyb vel jununu feliannama yunqisan al maliye yani bu çaçı aqırıp ketiş aqırda vaqt kelmay turib burun aqırıp ketgan ahvolda saranliq bo'lgan ahvolda bu osh qulninki qimmatini kamaytiradigan ahvol vel kafiru
تنفر الطباع من استخدامه. Kafir qul chiqib qolsa, buni odatda musulmonning tabiati uni ishlatishga ko'ngil tortmaydi. Chunki xotirjam bo'lmaydigan ahvol bor. Yani bir mazhab shunday, lekin Shafiy mazhabda kufr bu ayb hisoblanmaydi. Wa yaqillul wusuq ilayhi li'adawati ad-din. O bizning din dushmanimiz bo'lg'achqa, biz dushmanlik qilib ziyon urishi mumkin. Shuni bu tarafdan biz ishonmay qolamiz. Va kada la yajuzu atquhu fi ba'd al-kaffarat. Shundaqla ba'zi bir kaffarat turlarida kafir qulni azod qilishga bo'lmaydi. Uningga mu'min qul shart qilindi. Masalan, kafarat az-zaharma, kafarat al-qatl, fa tahrir raqabatin mu'mina. Ve kullu zalika aybun. Ash-shayb wal-kufr wal-junun hammasi ayb hisoblanadi. Wan-nikahu wad-daynu aybun fihima. Ayolda olsun yoki erda olsun her ikkisida nikohlangan bo'lishi va qarzga bog'lab qolgan bo'lishi ayb hisoblanadi. Li'annahu naqsun fihima. Chunki bu ashkelanki bir kamchilik. Ya'ni nikoh bo'lgandan keyin bu eri ve aylılan meşgululaş tarafından bir kam buldu. Qaz bo'lgan bo'lsa-mu, o çağda onun tillalık olab, keyin 2000 tilla boyunda qaz olsa, bu yan xo'jayinning qo'liga o'tgandan keyin qarzligilari yan xo'jayinni tutgan. 2000 tillarini basladi. So'ng buning 10 tillalıkka 8000 tillalıkka qolib qolgan bo'ldi. والحبل عيب في الجارية دون البهائم بالعرف. Yani qo'sqida bo'lgan bo'lsa, dedekdan, bu dedekda ayb hisoblanadi. Yani qo'sqida yo'q deb qoldi. Lekin qo'sqida bo'chsa, ayb hisoblanadi. Balki 7-8 oy ham bunga yaqin kelmaydi emasmi? Yani dedekdan erilib, yerdan taqqigan bo'lsa, iddat tutayotgan holat bo'lsa, bu ayb hisoblanadi. Chunki iddat mezgilida yaqin kelmaydi. Dunal bahaim. Amda ular hayvanlarda, mal chorvalarda bo'g'az holatda bo'lsa, ayb hisoblanmaydi. Balki bu taqa qimmatini o'stiradigan bir narsa bo'lishi mumkin. Uzoq qolmay bu bir qo'y, ikki qo'y bo'lgan. Urf-odatda shunda bo'g'az bo'lsa, taxmo qiziqib setoldi demakchi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.